Toshkentdagi zamonaviy Toshkent Pharma Park majmuasida Abu Ali ibn Sino tavalludiga 1045 yil to'lgani hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tashkil topganining 30 yilligi munosabati bilan forum o'tkazildi. Anjumanning keng qamrovi va nufuzi uning ilmiy maydondagi o'rnini yana bir bor tasdiqladi. O'zbekiston bilan bir qatorda AQSh, Rossiya, Xitoy, Turkiya, Hindiston, Polsha, Shveysariya, Janubiy Koreya va boshqa ko'plab davlatlardan kelgan 300 dan ortiq olim va mutaxassis ilmiy so'zini aytish uchun Toshkentda jam bo'ldi. Forum ishtirokchilari birin-ketin manzil tomon, ya'ni Pharma Parkka yetib keldi. Ro'yxatga olish ishlari yakunlanib, barcha o'z o'rindiqlarini egalladi. Buyuk mutafakkir bundan 10 asr muqaddam yaratgan tib qonunlari nafaqat Sharqda, balki butun jahon tibbiyotining rivojida mustahkam poydevorga aylandi. O'sha davrda bitilgan asarlar bugun ham dolzarbligini yo'qotmagan. Aksincha, zamonaviy farmatsevtika ilmiga ilhom va yo'l yo'riq bermoqda. Dorivor o'simliklar bizning an'anamizning bir qismi bo'lib, butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan. Ma'lumki, ko'plab o'simlik dorilari turli dori shakllarida tayyorlanib, dunyoning ko'plab hududlarida qo'llanilmoqda. Hozirda USP sifatida bizning faoliyatimizda dorivor o'simliklar va biologik faol qo'shimchalarga bag'ishlangan alohida bo'lim mavjud. Ular rasmiy nashrlar hujjatlashtirish tizimiga kiritilib, yagona standartlashtirish jarayoniga yo'llantirilmoqda. Bularning barchasi 1000 yildan ortiq vaqt avval dunyoga ilm-fanni olib kirgan Ibn Sino merosiga asoslanadi. Tadbir davomida 49 ta ilmiy ma'ruza tinglandi, mahorat darslari o'tkazildi. Farmatsevtika mahsulotlarining ko'rgazmalari ham taqdim etildi. Anjuman doirasida O'zbekistondagi farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi faoliyati ham alohida ta'kidlandi. Bugungi tadbirimizda Indoneziya Respublikasini tartibga soluvchi organ bilan hamkorlik memorandumi, Qirg'iziston, Qozog'iston respublikalarini shu dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish va tartibga soluvchi organlari bilan hamkorlik memorandumlari imzolanmoqda hamda Amerika farmakopeyasi bilan imtiyoz asosida mahsulotlarni sotib olish bo'yicha kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Toshkentda o'tgan bu uchrashuv Ibn Sinoning asrlar oshib kelayotgan bebaho merosini yanada yoritibgina qolmay, zamonaviy farmatsevtika taraqqiyotiga ham mustahkam turtki berdi. Mubina Nosirova, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.